Jeyjituga har tatar kishisi Saban to'yini kutib ola. Bugun biz Saban rayoni Mingar avulida, birida respublikadagi eng zo'r Saban to'ylarining birsi o'za. Әлеге Saban to'ydan eng ko'ngilli mezgillarni hozir birgalab kechiramiz. Mingardagi Saban to'y qizg'andan qiza bora biz ko'ramiz xalq jiyila statistik ma'lumotlarga asoslansa bunda bir necha mingdan ortiq kishi jiyilgan. Гадәттә Saban to'ylarida atqa o'tirib yarışалар, әмма Мингарда велосипедларга. Дөрес итеп бассагыз, киттек. Жанатарлар. Saban to'y davom etә. Хәзерге минутта мәйданга атлар керә. Әмма бу ат беренче урынны яулаган. Alkışlayımız reisli cemaat. Bu reisin xotini bormi ekan? Uyda ishlaydi ekan bu. Ilish o'sha ormadagina yashatar ekan mana xotini. Qarala mana kishiga yitirib motorida bizagan deb. Tataristonning simvolikasi gerbi bor. Ne için mana sizni o'tirtdilar haliga otqa? Ne için sizni o'tirtib chiqardilar? Benim двоюродный брат bu. Туганlar bizden. Neni hislar kechirasiz mana maydon o'rtasida turasiz? Jaydat Minahmetovning ko'rshisi birga o'sgan. Sosed. Birga o'sgan, birga o'ynagan. Men просто Moskvadan qaytgan. Просто Moskvadan qaytgan. Просто Bolmayında bolmagaş, sabalarda tulmagaş, içmasan birer tuğanın kozanda utarmagaş. Saban to'yini shoshliqsiz ko'z oldida keltirib bo'lmaydi. Воду нашел. Где? Сколько стоит? 100 рублей. Вот это 100 рублей? Это 100 рублей. 100 so'm. Shaxsiy ishmakarlar oqshomni yaxshi ishlaylar ko'rasiz. Bizning da Yakov bilan shoshliq oshimiz kelar, lekin biz ishlaymiz. Ishlaymizmi Yakov? Sizga mana atmosfera Saban to'yda birinchi topqirmi Mingarda? Eskitgach bizga buyursa. Birinchi topqir aya. Qachon keldingiz? Arshadan keldik. Arshadan eshitib keldingizmi? Kurash qararganmi, Saban to'y qararganmi nishigra? Kurash, neda Saban to'yida qararga keldik. Bik motor, tabiati bik motor yetishtirilgan. Bizga eskitgach shay, rahmat. Amina o'xshamagan yoqlarini chek. Barmi unday? Ну, transport masalasi endi mana mashina qo'yarga parkovka maysizroq. Mana shulay parkovka bilan masalalarni hal etib o'tirasiz bor. Mana so'nggi yillarda, mana былтыр mening ko'zimga chog'ildi bu yil shunday aybat o'tkarildi. Boshtaroq azrak anglashilib bitmaydi. Tomoshachiga qo'ya borib narsa ishlarga, konsertinglargami, kurash qarorgami, sport o'yinlarini ko'zlargami deganday hozir mana butun narsa tartibda. Mingar Saban to'y qisalarida o'tgan chempionatda atmosfera bek shab. Tatar kurashi olg'a.
bayram o'zishaligi bugun birida g'adatiy sabablardan tish kurash bo'yicha dunyo chempionati o'za. 42 yildan kelgan sanalgan botirlar bu maydonda bellashishadi. Bu shundan da ulug'imiz respublikamiz uchun gina tugul, butun total dunyosi uchun muhim tarixiy voqea. Qaysi illərdən kelgan kurashchilar bilan qatnashding? Og'ir bo'ldimi mana birinchi tur? Birinchi krugda men Bolgariya malay edi. Birinchi krug har kurashchi uchun любой соперник bilan og'ir, chunki psixologik da hazırlanıraq kerak. Hali vesda tushirganim, chunki birinchi krugni aybatlab kurashdim men. Ikkinchi krugda O'zbekiston malayi, mana uchinchi krug malayi fizически kuchli edi. Azrak tortishga to'g'ri keldi. Natijada final boshlanib keta, qavushaysizmi? Hali unda o'ylagan yo'q. Azrak vaqt qolsa, shunday jilnib, настраиваться boshlaymiz. Bo'ldimi? Shista salg'an. Shulay deb 20 sekund ichida. За течение 20 секунд чистым броском победу одерживает и становится чемпионом мира Ринас Калимуллин, Россия. And the world champion in 80 kg category is Rinas Kalimullin, Russia. Isenmisiz? Isenmisiz. Qaydan keldingiz Sabanto'ga? Orshadan keldik. Orshalar bek ko'p bundan ishlab ishlaymi ekan? Birinchi tapir kelibmiz, ana bek ishlaymiz menda. Şadı, bek yaratdik. Kurash nechik sizga? Qiziqsinasizmi tatar kurashi bilan? Qiziqsinamiz, mana jengilganlarim bek jellab, pari shunda yuraklari pazavurdi. So the world champion in 70 kg category is Azad Nurmuhamedov, Russia. Azad Nurmuhamedov dünya chempioni ismini yo'lladi. Afarin Azad! Azad isanmisiz, yana chempion bo'ldingiz, endi hislar kechirasiz. Ayvat, Allohga shukr bo'ldi. Ko'pdan endi kichkinadan kelgan xayol bo'ldi. Mening to'g'an yo'q bit. Hisob oyog'idan men tilash rayondan shu kira bu ikkilatada, uchlatada, to'rtlatada. Rahmat. Og'ir bo'ldimi bu yo'l? Kuchli kurashchilar, bek kuchli kelganlar. Sredniy Aziyadan bek kuchli Moldova, Bolgariya har yilning sborniga kelgan. Shu kira Tatarsha kurashganda, Tataristonda biz kurashsak, anglab bo'ladi sopernikni, bunda sopernikni anglab bo'lmaydi. Hamma saytdingiz ko'pdan kelgan xayol deb, kelasi xayolingiz narsa? Ansa biz men shunda aytmadim, xayolni shinga oshirgash aytamiz. Qutlaymiz sizni. Meni yaratan seni Tatariston, oltanlaring uchun yaratan. Ko'kirib yashin-yashnab yog'gan yomg'irlaring uchun yaratan. Ko'kirib yashin-yashnab yog'gan yomg'irlaring uchun yaratan. Tatariston seni